Ijara aqlli tanlovmi? Aroma marketing haqida gap ketayotganda savol tug'iladi. Uskunani sotib olish yoki ijaraga olish yaxshiroqmi? Keling, nima uchun ijara tobora ommalashib borayotgan tanlov ekanligini ko'rib chiqamiz. Sifatli difuzorni sotib olish katta xarajatdir. Muntazam texnik xizmat ko'rsatish, aromatlarni almashtirish va difuzorni doimiy sozlab turish. Bularning barchasi sizga ortiqcha bosh og'riq bo'ladi. Siz qimmat uskunalar emas, balki foydalanganingiz uchun to'laysiz. Aromatni o'zgartirishni yoki qamrov doirasini kengaytirishni istaysizmi? Ijara bilan bu oson. Biz difuzorlarning holatini o'zimiz kuzatamiz. Shuning uchun siz texnik holati haqida tashvishlanishingiz shart emas. Keling, buni pulda ko'rib chiqamiz. Yaxshi difuzor 4 million so'mdan boshlanadi. Bunga texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari va aromat narxlarini qo'shamiz. O'rta hisobda birinchi oy uchun 5 million so'm xarajat qilasiz. Ijaraga olish esa bundan 10 baravar arzonroq. Shu jumladan barcha xizmat shu narx ichida. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling va foydali taklifga ega bo'ling.